Assalomu alaykum. Kanalimga yana bir bor xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan anchadan beri kutilgan, eng kamida o'zim tomonidan kutilgan mavzu sun'iy o'pka ventilyatsiyasi haqida gaplashmoqchiman. Shu haqida turkum darslar, turkum suhbatlar qilishni niyat qildim. Chunki bu narsaga meni ilhomlantirgan, to'g'risini aytsam, bu bir yillar oldin ba'zi ordinatorlarimiz tomonidan so'ralgandi, iltimos qilingandi, offlayn tarzda qilish bu mavzuni, lekin o'sha paytda imkon bo'lmadi. Lekin mana hozir Garyachev hamda Savin tomonidan o'pka sun'iy ventilyatsiyasi asoslari kitobini o'sha o'zbekcha tarjima qilingani bor. O'zbekistonlik olima, doktor, tibbiyot fanlari doktori Alla Leontьева Rastalnaya tomonidan o'zbekchaga tarjima qilingan kitob bor. O'pka sun'iy ventilyatsiyasi asoslari kitobi va bu kitobni varaqlatgan vaqtimda bu mavzuni, mana shu mavzuga video qilish haqida fikr keldi. Reanimatsiyaga kirsangiz, bu juda ham aktual mavzu ekanligini, bu umuman tibbiyotda juda ham aktual va tushunish biroz murakkab bo'lgan, ishlatish anesteziolog reanimatologlardan boshqa juda ham ko'p xodimlarni qo'lidan kelmaydigan, qo'pol qilib aytganda qo'lidan kelmaydigan nima deydi, apparatlar hisoblanganligi uchun sun'iy o'pka ventilyatsiyasi apparatlari, mana shu mavzuga to'xtalib o'tishga qaror qildim. Bu reanimatsiyaga tashrif buyurganingizda yoki intensiv terapiya bo'limlariga tashrif buyurgan vaqtingizda turli xil o'pka sun'iy ventilyatsiyasi apparatlariga ko'zingiz tushishi mumkin. Chirana, Draeger, Hamilton, Puritan Bennett yoki boshqa juda ham ko'plab apparatlar bor va hammasi ustiga chiroyli qilib tijorat nomlari yozilgan, lekin aslida uni qanaqa nom yozilishidan qat'iy nazar hammasi maqsadi bitta. Sun'iy o'pka ventilyatsiyasini amalga oshirish hisoblanadi va bular barchasi bir xil mexanizmda, bir xil parametrlar asosida ishlaydigan apparatlar hisoblanadi. Endi bevosita darsni o'ziga to'xtalishni boshlaydigan bo'lsak, o'sha kitobda boshida bitta chiroyli gap yozilgandi. Bu bir nafasda shubhaga o'rin yo'q, faqat yo'l bor. Ya'ni bu samuraylar haqida aslida bu aytilgan gap, samuraylarni qonuni, lekin albatta bu biz olayotgan nafasga ham tegishli. Nafas olayotganimizda hech qanaqa shubhalanishimiz kerak emas, o'zi shubhalanmaymiz. Xo'p, agar biz bu mavzuga kirishdan oldin nafas fiziologiyasini eslab olishimiz kerak. Agar nafas fiziologiyasini biladigan bo'lsak, nafas fizikasini biladigan bo'lsak, tub mohiyatini biladigan bo'lsak, apparatlar hammasi bir xil aytganimizda parametrlar asosida ishlaydi. Birinchi savol: shamol va nafas qanday yuzaga keladi? Ingliz tilida shabada breathe, nafas olish esa breathe deyiladi. Ildizi bir xil. Fizika qonuni oddiy. Havo hamisha bosim yuqori joydan bosim past joyga kuchiga qarab harakat qiladi. Atmosfera bosimini 0 deb olamiz. Biz o'zimiz qanday nafas olamiz? Mustaqil nafas olayotganimizda ko'krak qafasimiz kengayadi, o'pka ichida manfiy bosim hosil bo'ladi va havo ichkariga so'riladi. Bu MPV, ya'ni negative pressure ventilation, ya'ni manfiy bosimli ventilyatsiyadir. Eski temir o'pka apparatlari xuddi shunday ishlagan.
IVL apparati qanday ishlaydi? Hozirgi biz ishlatadigan hamma apparatlar positive pressure ventilation, ya'ni musbat bosim beradigan ventilyatorlar hisoblanadi. Apparat havoni atmosferadan yuqori bosim bilan bemorning o'pkasiga kuch bilan puflab beradi. Bu aslida olganda tabiatga zid, ya'ni tabiat qonunlariga zid, nofiziologik jarayon. U to'g'ridan to'g'ri ko'krak qafasi ichidagi bosimni oshirib, yurakka boradigan venoz qon oqimini qisib qo'yadi. Shuning uchun IVLdagi bemorning gemodinamikasini doimiy nazoratda ushlash kerak bo'ladi. Respirator mexanikaning 4 ta ustuni bor. Bu eng muhim joyi. O'pka sun'iy ventilyatsiyasi apparati qanchalik murakkab ko'rinmasin, u aslida faqatgina 4 ta parametrni o'lchay oladi va ular bilan ishlay oladi. Vaqt, hajm, oqim va bosim. Tamom. Nafas mexanikasi mana shu to'rtlikdan iborat. Vaqt grafiklarda doim pastki x o'qida soniyalarda ko'rsatiladi. Bu yerda bitta nozik joyi bor. Nafas olish vaqti, ya'ni inspiratory time, faqat nafas kirayotgan vaqt emas, u ikkiga bo'linadi. Havo oqib kiradigan vaqt, inspiratory flow time va havo ichkarida to'xtab turadigan inspiratory pauza. Inspiratory pauzadan iborat. Apparat klapanlarni yopib, havo ichkarida ushlab turganda ham bu nafas olish vaqtining ichiga kiradi. Ikkinchi parametr bu hajm. Millilitr yoki litrda o'lchanadi. Nafas hajmi, tidal volume, bu bitta nafasda kirgan gaz hajmi hisoblanadi. Daqiqalik hajm esa 1 daqiqada jami nafas hajmlarining yig'indisi bo'lib hisoblanadi. Oqim. Oqim bu shunchaki tezlik emas. Kitobda juda ham aniq ta'rif berilgan. Oqim bu hajmning o'zgarish tezligidir. U daqiqasiga litr taqsim minut bilan o'lchanadi. Matematik formulasi oddiy. Quyida ko'rib turganingizdek. Misol uchun, agar apparat 60 litr taqsim minut oqim bilan 1 soniya havo bersa, o'pkaga to'g'ridan to'g'ri 1 litr hajm kiradi. Mana shu oddiy tenglama IVLning, ya'ni o'pka sun'iy ventilyatsiyasining poydevoridir. Keyingi oxirgi parametr bu bosim. Biz suv ustunini santimetrda, ya'ni santimetr suv ustunida yoki millibar bilan o'lchanadi. Millibar deyarli 1 santimetr suv ustuniga teng va mana shu uchun ikkala birlik ham bir xilda qabul qilinadi. Havoni harakatlantiradigan birlik bu, kechirasizlar, havoni harakatlantiradigan narsa bu bosim emas, balki bosim gradiyenti, ya'ni bosimlar farqi hisoblanadi. Ya'ni ikki nuqta orasidagi farq hisoblanadi. Apparat naychani bu tomonda yuqori bosim hosil qiladi, alveolada esa bosim past bo'ladi va havo ichkariga oqib kirishni boshlaydi. Quyida ko'rib turgan formulangiz esa kuchlar tenglamasi hisoblanadi. Kuchlar tenglamasi nima degani va bu qanday ishlaydi? Tenglamaning chap tarafida P-vent va P-mass, bu P-vent apparat bosimi hamda P-mass bu bemor mushaklari yaratgan kuchlar yig'indisi hisoblanadi. Apparatni kechirasizlar, tenglamani o'ng tarafida bo'lsa, VT taqsim C bu elastik qarshilik kuchi, o'pka alveollarining kengayishi uchun kerakli kuch hisoblanadi hamda flow ko'paytirilgan R bu rezistiv qarshilik kuchi, ya'ni havo yo'llari hamda naycha qarshiligini yengish kuchi hamda bularga PIP, ya'ni nafas chiqarish oxiridagi musbat bosimni ham qo'shsak, mana shu apparat kechirasizlar, tenglamani o'ng tarafi hosil bo'ladi. Ya'ni apparat nafas berishi uchun apparat berayotgan bosim hamda mushaklar kuchi mana shu apparat tenglamani o'ng tomonidagi qarshilikni yengib o'tishi kerak bo'ladi. Bu bizga amaliyotda nima uchun kerak? Bu qonun shuni aytadiki, zamonaviy IVL apparati bir vaqtning o'zida ushbu tenglamadagi parametrlarni faqat bittasini nazorat qila oladi. Agar u bosimni jilovlasa, bu pressure control, agar hajm yoki oqimni nazorat qilsa, bu volume control rejimi bo'ladi.
Ikkalasi bir vaqtda, bir soniyada nazorat qilishni fizikaviy tarafdan iloji yo'q. Xullas, birinchi dars uchun mana shu fundamental ma'lumotlar yetarli. Umid qilamanki, bu darslarimiz, bu darsligimiz, bu suhbatimiz davomiy bo'ladi va menda reja bor. Mana shu kitobni to'liq tahlil qilib bo'lguncha bu darslarni haftasiga hech bo'lmaganda 2 marta qilib borish niyatim bor. Albatta siz qo'llab-quvvatlab tursangiz bu amalga oshadi. Ko'rib turganingizdek, ultrasoniy ventilyatsiyasi apparati bu oddiygina shunchaki qurilma emas. Bu fizika hamda mexanika qonunlariga bo'ysunadigan aniq tizim hisoblanadi. Biofizika darsida domlalarimizdan biri aytgandi, tibbiyotni juda ko'p apparaturalarni, tibbiyot rivojlanishini ta'minlaydigan bu fiziklar deb aytgandi. Balkim to'g'ridir. Bu darsimiz Горячий va Savin hamda Rastolnaya kitobi asosida yaratilgan birinchi darslik videoyimiz edi. Keyingi qismda barotrauma, volumotrauma hamda atelektoz haqida qisqagina gaplashib o'tamiz. Hamda mana shunday klinik tilda tahlil qilib boramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Obuna bo'ling, like bosing hamda yaqinlaringizga, tanishlaringizga kim shuni bilishi manfaatdor deb hisoblasangiz, o'sha barcha yaqinlaringizga bu videoni yuborib qo'ying. Umid qilaman sizga bu hammasi manfaatli bo'ldi hamda darslarimizni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. Sog' salomat bo'linglar.